Endi o'zingizga bir savol bering. Bugun mehnat bozorida eng qadrlanadigan mutaxassis kim? Albatta, texnik bilim borlar har doim kerak. Lekin eng qadrlanadigani bu byudjetni, jamoani va muddatni boshqara oladigan odam. Ya'ni loyihani boshqara oladigan mutaxassis. Loyiha boshqaruvi, project management. Bu bitta kasb emas. Bu IT dan ham, qurilishda ham, bankda ham, ishlab chiqarishda ham kerak bo'ladigan universal ko'nikma. Shuning uchun bugun dunyoda eng talab katta yo'nalishlardan biri. Udayada aynan shu yo'nalish bo'yicha 1 yillik magistratura bor. Diqqat qiling, 2 yil emas, 1 yil. Va eng muhimi, ishlab, o'qishga moslashgan, ishingizni tashlamaysiz, bugun o'rganganingizni ertaga ish joyingizda qo'llaysiz va 1 yildan keyin qo'lingizda magistr darajasi va butun dunyoda kerakli ko'nikma bo'ladi. Agar karyerangizni shunchaki davom ettirish emas, keyingi bosqichga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, bu albatta siz uchun batafsil udaya.uz saytida.